Qat. Mana o'sha turnik qilsa ham bo'ladi oyoqlarni. Juda kuch keldi. Hop. Ana endi ichki organlarni tekshiramiz. Ko'taring tepaga. Qat. Yana qat. O'zi sal bo'shroq. Hop. Organlardan tekshiramiz. Mana o'shani ham muskullar ishlamasligiga sabab bo'ladi. Hop. Ana endi beldan keladigan kvadratniy missiya deydi. O'sha missiyani biz hozir tekshiramiz. Oyoq orqali. Ko'taring tepaga. Mana o'sha ko'taring yana. Mana o'sha ishlamayapti bu. Kvadratniy missiya ishlamayapti. Ben yon boshlayincha to'xtang. Shunday yotib turingchi, birinchi tekshirib olamiz. Qayoq tarafdan ekan. Bo'sh qo'ying. Ko'taring tepaga. Shu kuch keldi oyoq. Sezdingizmi o'zingiz? Sezdim. Endi men yon boshlayincha. Hop. Qo'yamiz. Bukamiz buni. Bukingmi? Buni cho'zing. Cho'zing. Qo'yamiz. Bo'ldi. Yaxshimi aka? Tepaga qarab o'tiring. Chuqur nafas oling. Ana endi boshqatdan tekshiramiz. Bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying. Ko'taring tepaga.